Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün Abdülmelik ibn Marwan'ınki hayatlardan ve o kişinin siyasetlerden Jalaleddin Suyuti tövendeki babını tanıştırıptı. İbn Ayşe rahmetullahi aleyh bundaq depti. Bu kişi ravilardan biri. Abdülmelik ibn Marwan'ın huzuriga jiroq jutlardan bir adam kelib shu huzuriga kirgan bo'lsa, avval bu odamga mundaq deydigan. Meni 4 ishda afu at, ya'ni 4 ishda meni kechirgin. Men ruxsat qil deydi. Onundan keyin xalqinin qilmish 4 ishda menga dema, so'zlama. Onun bu 4 ishdan boshqa har qanday ishni gap qilsang bo'ladi deb. Birinchi menga yolg'on aytma. Yalğancı adamniki rəyi olmaydı. Onun fikri olmaydı, onun durus, toğra, qarışı olmaydı. Mən səndən sormağan sualga cavab vermə. Çünki mən səndən soravatqan sual ilə məşğul bulavatqan vaxtımda sormağan sualga ketmədi. Məni maqtab uçurma. Mən özümnü səndimi yaxşı bilmə. Məni puxralarga məcburlab qoyma. Yəni puxralarga zulm qılılğan, yoki ularga bir xil qattiq ig'ir siyosat yurgizgan holatga majburlab qo'yma. Chunki men ularga texim muloyim bo'lishga nihoyatda ehtiyojliq deb shunaq deydigan. Buningda bu odam nihoyatda tutinganki so'zlarda boshqacha, lekin ma so'zlarda boshqacha. Undaqda bu odam qahrinimi, yumshoqlikni tang ilib bo'lgan odam baqiladi. Bundan başqa bu adam hamda ölüb ketgan vaqtida sakratlik vaqtidagi holatlarni sifatlab İmam Madaini rahmetullahi alayh Abdülmelik ibn Marwan o'zining o'lib ketishiga ishonch qilib sakratlik vaqtida mundaq degan dedi. Ey men mush tug'ilgan vaqtimdan tortib hozir qadar bir hammal bo'lib ketsanchi dedi. Hammal degan hamda yuk to'shiydigan madikor. O'ziniki shunchalar keng Şərqdən Qərbgacha, İspaniyadan ta Türkistan zəminlərigacha egallagan bir adam turib, bir şuyanın padişahlari turib, bu adam bir hammal olib ketsam-chu deb oxirgi hayotida qo'lidagi shu dunyodan o'kingan. Bumi biz o'ylashdek masala. Ondan o'ziniki bolalarga vasiyat qilib, Allohdan taqvo bo'linglar, Allohdan qo'rqinglar bolalar ishingizda deb ularni shunday qilib bo'lganchilik, ixtilof, tapriqchilikdan cheklagan. Ve mundaq degan. Sizlar salih, yaxshi bir onaning balisdek bir uyul taş bo'linglar deb. Urushda nihoyat erkin, ozod bo'linglar deydi. Har qanday yaxshilikqa munar, mash'al bo'linglar, boshlamchi bo'linglar. Jang urush degan hargiz bir odamniki ajalni so'rab kelmaydi. Shu ajal bilan munosabati yo'q uningday taqdir bilan. Ya'ni balkim qo'rqmanglar, bir jasorat bo'lishini talab qilyapti-da. Hargiz urush sizlarning o'liminglarniki halokat emas. Bu ajal bilan munosabati yo'q. Ajalinglar kelmasa urushda men o'lmaysizlar demoqchi. Yaxshilikniki ajri qoladi, uninki nom sharaf qoladi. Ochiq bir musibatni tatliq bir she'rin lazzatga aylantiringlar dedi bu odam. Demak, bu o'g'li bu yerda nihoyatda mijozni, shuna bir musibatlarda nihoyatda tamkin salmoq tutishni yani sabrchan bo'lishni tavsiya qilish kerak. Qattiq ig'irchilik kunlarda nihoyatda yoki qattiq ishlarga nisbatan nihoyatda yumshoq, muloyim bo'linglar. Xuddi Ibn Abdul A'la ash-Shaybani, Arabning danglik shoiri, mush odam degan kabi bo'linglarki deb. Bu odam nasihat qilish orqali bolalarga boshqa cho'ng katta falasuf yoki adib shaxslarniki nasihat xarakterlik misollardan bu odam yani adab bilan nasihat qilyapti bolalarga. Bu she'rning mazmuni bundoq debdi. Endi bir o'qla, masalan, o'qiyaning o'qi deymizda, hamisi bir bo'lsa, bir necha 10 masalan 10 jigim o'q. Uni bir hasadxo'r, ichta bir odam sundirman deb suiqasd qilgan bo'lsa-mu, u sunmay chin mazbut tura oladi. Amaliyotda u tahdidga uchrab, sal zaxmlangan bo'lsa-mu, bu yerdagi sunuq, bu yerdagi xorliq yana ash sundirishni qasd qilgan odamga bo'ladi. Yani mag'lubiyat shuning yuzidan deb mushu misol orqali bu oilasini, bolalarini bir bo'lishni tavsiya qilyapti-da. Endi bu 17 bolasi bor bu odamning. 17 bola degan bir necha xotindan, dedakdan bo'lgan. Bularniki ittifoqligi bakmi muhim. Endi o'g'li Validga nasihat qilyapti. Valid
cho'ng bolasi da. Balam Velid Allah'tan korkğın, sen halife bulmakçı, sen benim onun o'rinbosar bulmakçı şu işlarda Allah'tan korkqın deb nurg'un nasihatlarni qilib, oxirida Hajjajning ishi qara, Hajjajni hurmat qilinglar dedi. Chunki Hajjaj Abdulmalik ibn Marvonniki hokimiyatini tiklagan va chingaytib bergan bir qonxo'r zolim edi. Ayni vaqtida u sizlarning mushu taxtinglarni o'lini hozirlagan, chingaytgan odam, yani sening hokimiyatinglar shuning kuchi bilan, ta'siri bilan bo'lgan demoqchi. Velid u sening qiliching. Sen bilan dushmanlashgan odamga nisbatan sening zarbilik qo'lang dedi. Hajjaj to'g'riliq qanday egizpas gap qiladigan hech kimning gapini tinglashma. U sana muhtoj emas, sen uningga to'liq ehtiyojliq dedi. Men o'lib ketsam darhol kishilardan bay'at ol. Senin xalif bo'lganligingni. Agar kim beshi bilan yo'q desa, qiliching bilan shapudlan manda qilaver yani. Bu yerda yana keskin bo'lishni. Bu odamning hayotida bir xil yumshoqlik bilan keskinlik huquqda ikkisi teng maqomda maqan ekanda. Uningdan boshqa bir qism olimlarniki degan raviylarning degan so'zda Abdulmalik ibn Marvon o'lib ketgan vaqtida o'g'li Velid kelib tuvandagi she'rni o'qibdi-da. Endi Abdulmalik o'g'li qarab, tuvandagi she'rni o'qibdi-da. Necha odamni yo'qlab keldi, odamni yo'qlashdiki maqsadi qachon o'ladi degan maqsadga keladi deb. Masalan, dadam o'lsa qachon mol dunyolarman qola, huquq qachon man qola degandek mush maqsadga keladi deb o'g'liga bu yerda bu ko'ngildagi orzusini bildiryapti-da, endi xayolini. Velid yig'lab ketibdi. Yig'lagandan keyin Abdulmalik nima yig'laysan? Nima ish bu? Bir qizvaldek, didakdek yig'laysan sen. Men o'lib ketsam belingni ching bog'la, belakangni tur dedi. Yo'lvasdan tersin kay, qilichingni miranga qo'y. Kim o'zing ishidikini, qarshilikni namoyon qilsa, bo'ynini kes. Lekin o'zing qarshiligini ifodalamay jim tursa, o'zing ichidagi dardlar o'lib ketadi u. Deb men nasihatni qildi yana bu yerda. Endi men deyman dedi Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhi. Bu adam bu Umayyi jamiyatiga asosan sal ijobiy qarashda emas. Jaloliddin Suyuti bu yerda dedi, Abdulmalikning hech qanday xatoligi bo'lmay, mush Hajjajni vali qilib qo'yganligi musulmonlarga, sahobalarga, hatto sahobalarni xo'rlagan, ezgan, uvgan, tillagan, so'lagan, nurg'un sahobalarni o'ltirdi, tabiinlarning kattalarini o'tadi. Bu sanğılı bo'lmaydi buni o'tagan odamlarni. Hatto Anas ibn Malik va uningdan boshqa sahobalarga xo'rlab tamg'ivasdi deydi. Bu orqali ularni xo'rlashni maqsad qilgan. Endi mushu ishni qilib qo'yganligi tufaylidan Alloh uningga rahmat qilmasin, Alloh uningga afv etmasin deb bu so'zni to'liqlab qilyapti Suyuti. Abdulmalik ibn Marvonniki she'rlardan tuvanlik she'rni o'qib o'taylik. Bu adam deydi, qasamki deydi, cho'qim. Men bir dunyoda azroq bir umr ko'rsam, butun dunyoniki shu soy qishloqlardan tortib menga bo'ysun dedi. Men xalif bo'ldim demoqchida. Meni bu xushal qilgan bu xushallik ko'zni ochqichilik holatda o'tkinchi dunyoda yo'qoldi. Ey koshki men podshoh bo'lmagan bo'lsam-chu, bu lazzat, maishat, go'zal turmushga ko'nmagan, odatlanmagan bo'lsam-chu, mush chirib ketgan oyog'imga bir kiyim, ustimga bir kiyim kiyib, nat oddiy sodda, nat tuvan ehtiyojni qamdig'idek holatda yashagan bo'lsam-chu dunyoda, mush qabriga borgan qadar. Buningda bu odam oxirgi hayotida naytdi bekal zoyitlik tutib ketdimi yoki dunyoda shunday zerikdimi? Bu orqali shu dunyodagi huzur halovatidan oxiratniki huzur halovatining nayt muhimligini ta'kidlayotdi. Tuvanda ham Abdulmalik ibn Marvonning nayt chidamchan, nayt sabrchanligi ifodalangan bir holatlardan Ibn Asakir rahmatullohi alayhi o'zining tarix nomli kitobida Ibrohim ibn Adi degan raviyda rivoyat qilib bunday deydi. Men Abdulmalik ibn ko'rgan deydi. U odam bir kechidlam 4 xil ig'ir musibatga yo'liqqan.
bu adamniki hech qanday chiroyida mit bir o'zgarish bo'lmagan deydi. Temkin salmoq. Iroqda o'ziniki dongli qo'mondoni Ubaydullah ibn Ziyod o'ldirilgan. Hijazda Hubaysh ibn Dalija o'ldirilgan. Bu xabarning hammasi bir vaqt kelganda bu Abdullah ibn Zubayrni bo'ysundirish uchun avatilgan qo'shin. Ikkalasi birisini Iroqqa, birisini Hijazga avatgan. Hamda Rimliklar bilan buning orasidagi bo'lgan to'xtam buzilgan. Ya'ni bu dushman o'chqashkar dushmanlashga qarab magan bularning shu vaqt qoldi. Hamda Umar ibn Said degan kishi Damashqqa ketgan. Bu Abdulmalik ibn Marvon qarshi qo'zg'olon ko'tarib, men valiahd bo'laman. Men valiahd edim, men xalifa bo'laman cho'qim. O'g'lon o'tkazib bermayman. Dadanglar bizning to'xtimiz mushtabat deb bu odamga qarshi chiqqan. Mush 4 ish yo'liqqan vaqtida hech qanday o'zini salmoq, temkin tutgan deydi. U vaqtda Imom Asma'i rahmatullohi alayhi yana mundaq deydi, Abdulmalik ibn Marvon haqida. 4 odam mayli chaqchaqdan bo'lsin, mayli rost tüpeyldim bo'lsin, xatolish bakmagan deydi. Lug'atda, tilda, arabchada. İmam Şu'bi, Abdülmelik ibn Marwan, Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi. Bu dağınıq natiq, dağınıq adib, dağınıq zalim. İbnul Qariya degan adiblar. Mush 4 eylen hech qachon tilda xatolish bakmagan. Ne yiziq, ne so'zlashdi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.